BMW akalar, rostdan BMW ga yetadigan Mercedes yo'q deb o'ylaysizlarmi? Hozir men sizlarga BMW ga javob beradigan 5 ta modelni sanab beraman. Mercedes bugun sizlarni kun Bangladesh. BMW E30 dan boshlab E34 gacha bemalol raqobatlasha oladigan bu 124 Varchok. U o'zining darini legendasi bo'lgan va ancha-muncha BMWni o'sha paytda choyini ichirib yuborgan mashina bo'ladi. Mercedes 210 ko'pchilik bilsa kerak, Chorniy Umer bilan bemalol tashlashib qo'ygan haqiqiy Mercedes bo'ladi. Undan tashqari uni motori V8 super kompressor, u haqiqiy maxluq. Bunaqasi bo'lmagan. 5-6 sekundda ko'p ishlarni hal qilib qo'ygan. Bunisini yetmasa bo'lmaydi. CLS 63 banan bu Mercedesning haqiqiy legendasi, BMWchilarning strashniy maxluqi. Uni 6.2 объемli V8 motori haligacha kerak bo'lsa BMW bilan Mercedes o'rtasidagi raqobatni ushlab turibdi. Hozirgi BMW Semyorka Alpinalar bilan bemalol raqobatlashib qo'ygan Mercedes 223 bo'ladi. Okalar buni o'zlari komfortini bilishadi-yu. Undan tashqari bu mashinada prezidentlar yuradi. Mana shu go'zallik, mana shu komfort uchun bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi, Mercedes okalar. Va nihoyat oxirgisi okalar Ferrari'dan boshlab Porsche, BMW gacha bemalol vizitlashib qoladigan. O'zi Mercedes berib turibdi, Mercedes AMG GT Black seriyasi. U haqiqiy sportkarlarning killeri. Haqiqiy aerodinamikaga ega bo'lgan V8 motorli juda ham kuchli Mercedes-Benz sportkari bo'ladi. Buni Mercedeschilar yaxshi bilishadi, shu joyga like bosib qo'ysanglar, bu videoni Mercedes, BMW hamma tanishlariga jo'natib qo'ysanglar.